Agar siz SPU bilan RAMni farqini bilmasangiz, kiberxavfsizlikni o'rganishingiz juda qiyin bo'ladi. Bugun kompyuterning ichini ochib tashlaymiz. Assalomu alaykum, bu Jon Cyber kanali, bu kiberxavfsizlikni onlayn kursining ikkinchi darsi. Bugun siz bilan kompyuter nimadan iborat, hardware va software farqi, SPU, RAM, storage nima, operatsion tizim nimaligi haqida bilib olamiz. Bu bilimlar kiberxavfsizlikning poydevori hisoblanadi. Hardware va software. Hardware bu kompyuterning qo'l bilan ushlaydigan qismi hisoblanadi. Misol uchun, klaviatura, monitor, sichqoncha, SPU, RAM, qattiq disk. Software esa kompyuterning ichida ishlaydigan dasturlar. Windows, Linux, Google Chrome, Telegram, antivirus kabilar. Bularni tushunish uchun hardwareni tana, softwareni esa ruh deb olishimiz mumkin. Shunda aniqroq tushuncha bo'ladi. SPU nima? SPU bu kompyuterning miyasi hisoblanib, u nima ish qiladi? U hisoblaydi, buyruqlarni bajaradi, barcha jarayonlarni boshqaradi. Misol uchun, siz brauzerni ochasiz, SPU ishlaydi. Video ko'rasiz, yana SPU ishlaydi. Qanchalik kuchli SPU bo'lsa, kompyuteringiz tezroq va dasturingiz silliq ishlaydi. RAM bu vaqtinchalik xotira bo'lib, u nima ish qiladi? Hozir ishlayotgan dasturimizni saqlaydi. Misol uchun, brauzer ochiq, Telegram ochiq, Word ochiq va boshqalar. Qanchalik ko'p dastur ishlatishimiz bu RAMga bog'liq. Kompyuterni o'chirganimizda RAM tozalanadi va kirgan dasturlarimiz barchasi o'chib ketadi. Storage nima? Storage bu doimiy xotira hisoblanib, u ikki turga bo'linadi. HDD sekinroq formati, SSD tezroq formati. Bu yerda Windows fayllar, rasm, video dasturlarni saqlaydi. Kompyuter o'chsa, storagedan ma'lumot qoladi. RAMdan esa o'chib ketadi. Operatsion tizim nima? OS bu kompyuter bilan odam orasidagi ko'prik. OSning vazifalari nimalardan iborat? Hardwareni boshqaradi, dastur ishga tushiriladi, foydalanuvchi esa qulay muhit yaratadi. Misol uchun, Windows, Linux, Mac OS, Android OS bo'lmasa, kompyuter foydasiz temirga aylanib qoladi. Windows va Linux farqi. Windows oson, ko'pchilik ishlatadi, gamerlar uchun qulay, yangi boshlovchilar uchun eng yaxshi tanlov. Linuxga keladigan bo'lsak, kuchli, moslashuvchan, hakkerlar va serverlar uchun, kiberxavfsizlik uchun juda muhim. Fakt bor, dunyodagi serverlarning eng ko'pi Linux ishlatadi. Bugun siz bilan o'rganib oldik hardware va software farqi, SPU, RAM, storage vazifalari, operatsion tizim nima ekanligi, Windows va Linux farqi. Bu bilimlar bo'lmasa, kiberxavfsizlik tushunchasi tushunish juda qiyin. Video yo'qotmaslik uchun obuna bo'ling, like bosing va izohlarda savolingiz bo'lsa qoldiring. Xayr, ko'rishguncha sizlar bilan Jon Cyber bo'ldi.